Ayollarga o'zimiz bilib pul berib turishimiz kerak. Mana qaranglar, hurmatli erkaklar. Ayollar bizdan pul so'rash kerak emas. Biz ayollarga o'zimiz bilib pul berib turishimiz kerak. Nima uchun degan savol tug'iladi. Birinchi navbatda erkak kishimiz. Ikkinchi navbatda tasavvur qilinglar, uyda ayolingiz nima ishlar qiladi? Uylarni yig'ishtiradi 1, kirlarni yuvadi 2, idish-tovoqlarni yuvadi 3, ovqat qiladi 4, farzandlarga qaraydi 5, sizlarni vazifalarni qiladi 6, 7, 8. Endi har bitta vazifa uchun ko'chadan odam sotib olsak necha pulga sotib olamiz? Alohida 300 ming, 400 mingga alohida ishchilar sotib olamiz, to'g'rimi? Endi nima demoqchiman? Nega biz uyda elektrik ishlari bo'lsa elektrik chaqiramiz, kulchachili buzilib qolsa yoki santexnik ishlar bo'lsa, kranlar yoki nimadir turbalar buzilsa, nega usta chaqirib, ustani pulini berishimiz kerak? Nega o'zimiz qilmaymiz? Bu logik-ku, to'g'ri, mantiqan o'ylasak to'g'rimi? To'g'ri, albatta to'g'ri. Bizani ayollarimiz ehson qilishga haqqi yo'qmi?